Xayrli kech hammaga. Qizimikiga mehmonga boruvdim. Mana ko'chamiz boshi qarang, hamma joyda havo yomon deydi. Alhamdulillah, biz Zarqaynar ko'chamizda havomiz ancha yaxshi, mashinalar kam. Mana ko'chani boshida fontan, mana bu yerda mana aruladan suv oqib turibdi. Mana mashina kirmaydi ko'chaga. Mana ko'chamizni boshigacha mana chiroyli daraxtlar o'tqazildi. Sun'iy emas, haqiqiy. Bundoq mana 200 metr yursa uyim oldida ham fontan bor, o'zingizlar ko'rdinglar. Mayli, shunisiga ham shukr. Havomizni o'zi tozalab berilyapti. Sun'iy emas, haqiqiy mana suvlar bilan, fontanlar, arulada oqqan suvlar bilan alhamdulillah.